Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizda tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini har tomonlama himoya qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu esa yangi loyihalarni amaliyotga tatbiq etish, ish o'rinlari yaratilishida o'ziga xos tizimga aylanib ulgurdi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Bugun viloyatda 788 ta mahalla bo'lsa, yangicha ishlash tizimi joriy etilgani, mahallalarda har bir fuqaroning talab va takliflari inobatga olinib, qonuniy manfaatlari himoya qilinayotgani, tashabbuslari qo'llab-quvvatlanayotgani soha bilan bog'liq natijadorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Ahamiyatli fuqarolarning tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq huquqiy madaniyati yuksalib, islohotlar mazmun mohiyatini his etib intilayotganidir. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining kichik va o'rta biznes vakillari bilan sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini yanada oshirish va rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan uchrashuv ishbilarmonlar uchun imkoniyatlar ko'lamini yanada kengaytirdi. Namangan viloyat prokuraturasida masalaga daxldor rahbar va mutasaddilar ishtirokida o'tkazilgan tadbirda ham bu boradagi aniq vazifalar, shuningdek, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish xususida topshiriqlar berilgan edi. Hamkorlikdagi chora-tadbirlarga asosan Namangan viloyat soliq boshqarmasi tomonidan ham rejali ish tashkil etilmoqda. Namangan shahrida faoliyat yurituvchi 50 nafardan ortiq tadbirkorlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda dastlab soliq sohasi bilan bog'liq imtiyozlar, qonunchilikdagi yangiliklar haqida ma'lumot berildi. Ishtirokchilarning qiynayotgan, o'ylantirayotgan masalalar, shuningdek, takliflari yaqindan tinglandi. Avvallar bunaqa ekspert bo'lmagan, ekspertni sharoit ham bo'lmagan. Hozir davlatimiz rahbari tomonidan, viloyatimiz rahbarlari, shahar rahbarlari tomonidan ekspertga yordam berishyapti. Shaxsan TVSda turib, kerak bo'lsa boshqonlarga borib, boshqona tomonidan o'tkazib ham berishyapti-da shu tovarlarni. Mana bugungi o'zi bo'layotgan uchrashuvlarda viloyat soliq boshlig'iga, shahrimiz rahbariga, hokimiga turli xil savollar berilyapti tadbirkorlar tomonidan. Ushbu savollarni o'z o'rnida mutaxassislar tomonidan tegishli ko'rsatmalarni berib bartaraf qilinyapti, muammolar yo'q. Shunaqa tadbirlar bo'lib turishiga biz xohlaymiz. Albatta, har bir tadbirkor islohotlar mazmun mohiyatini his etib, o'z navbatida qonunlarga tayanib faoliyat olib borsa, ijobiy natijalarga erishaveradi. Hamjihatlikda yashirin iqtisodiyotga qarshi birgalikda kurashish lozimligi ularga ham har tomonlama tushuntirildi. Tadbirkorlarning asosiy muammolari kredit olishdagi foiz stavkalari bo'yicha, soliq to'lashdagi muammolar, soliq hisoblashdagi savollarga mutasaddi tomonidan javob berildi. Namangan shahrida 2000 dan ortiq kichik va o'rta biznes vakillari mavjud. Ularga barcha sharoitlar yaratilgan. Har haftada mutasaddi idora rahbarlari bevosita tadbirkorlar bilan uchrashib, yaratilayotgan sharoitlar, berilayotgan imtiyozlar bo'yicha tushunchalar berib borilyapti. Onlayn seminarlar tashkil qilinyapti, ishonch telefonlari tashkil qilingan. Bu kabi uchrashuvlarda hududlar kesimida o'rganishlar davomida tadbirkorlarning soliq hisobotlari, onlayn nazoratkasi texnikalaridan foydalanish tartibi, yana qator savollariga javob berish bilan birga, ta'kidlaganimizdek, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish omillari aniq tushuntirib borilmoqda. Zero qonun ustuvor joyda yuksalish, kutilgan natija bo'ladi. Ortiqcha muammolarga o'rin qolmaydi.